بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بالقرآن ودعانا للإيمان وأجاب دعوتنا بالفضل والإحسان، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل إسلام، أهل إيمان برادرlar, hurmatli otaxonlar, hurmatli ustozlar, aziz akalar, iymondosh qadrdonlar. Avvalo Robbil Izzat taboraka va taologa beadad hamd va sanolar va shukrlar aytamiz. Uning habibi va rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallam hazratlariga salovat va durudlar aytamiz. Bugungi muborak ulug' ayyomda, juma kunida barchalarimiz uzoq yaqinlardan jamlanib, Alloh taboraka va taolodan rahmatiga dohil qilishligini, gunohlarimizni mag'firat qilishligini, duolarimiz ijobat qilishligini jamiyatida hozirlanib turibmiz. Alloh jalla va alo barchalarimizni mana shunday ulug' kunlarda, ulug' daqiqalarda barchalarimizni niyatlarimiz, ixloslarimiz, muhabbatlarimiz, iltijolarimizni Parvardigorimiz dargohida qabul aylasin. Barchalaringizni yana bir karra muborak Eidul Adha bayramlari bilan chin dildan tabriklayman. Alloh taboraka va taolo bu bayramga berilgan fazilatlardan, xayr va rahmat barakalardan hammalarimizni musharraf aylasin. Qarangki, Robbimizning fazlini Allohga beadad, behisob shukrlar aytamizki, kecha bayram sharofati bilan Eidul Adha bayramlarida hayit namozlarini birgalashib o'qib, hamdidor bo'lib suhbatlashgan edik. Bugun yana bir karra bayram, ulug' juma kunida ana shunday bayramning shukuhi hali yurtimizdan chiqmagan bir daqiqalarda yana bir karra didorlashyapmiz. Bu didor xursandchiliklarga ko'prik bo'lishligini musharraf aylasin. Inshaalloh Robbil alamin bugungi suhbatimiz ustoz va murabbiylarga ta'zim degan mavzuni tanlagan bo'ldik. Kelgusi haftada 1-oktyabr butun jumhuriyatimizda ustozlarga bo'lgan ana shunday bir muborak, ularni ulug'vor bir kunlardan biri ekanligini yaxshi bilamiz. Demakki, ustozlarimizni har qancha ardoqlasak, albatta shuncha oz. Alloh taboraka va taolo o'zini kalomi muborak Qur'oni Karimda ham ilm ahllarini darajalarini baland ekanligini oyat-i karimalarda Parvardigorimiz marhamat qilib, A'udhu billahi minash shaytonir rajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallohu bima ta'maluna khabir. Allah sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur. Allah qilayotgan barcha yaxshi va yomon amallaringizdan xabardordir deydi. Haqiqatan ham ilm qaysi joyga kiradigan bo'lsa, ma'rifat qaysi bir xonaga kiradigan bo'lsa, ziyo qaysi bir insonni munavvar qilib atrofini o'raydigan bo'lsa, qaysi joyga demakki ana shunday Allohni tanishlik, birligi borligiga dalolat qiladigan ilm kirar ekan, u yer mabodoki eng bir tashlandiq joy bo'lsa ham ilm ahllari kirishligi bilan munavvar bo'ladi. Ustozlar kirishligi bilan munavvar bo'ladi. U yer albatta eng buyuk saroy, go'zal bir ana shunday bir viqorlik, salobatlik joylarga aylanadi. Qaysi xonadonda johillik bo'lsa, nodonlik bo'lsa,
ilmga loqaydlik bo'lsa, bilingki u koshona bo'lsa ham, osmonopar binolar qurilgan bo'lsa ham, endi u uzoqqa bormaydi. U izzat va sharaf uchun qurilgan u uylar uzoqqa bormaydi, nuriydi endi u. Albatta u chiriydi. Albatta u endi tahlikalik degani. Sababi lodonlar, johillar bor joy albatta inqirozga uchraydi. Shuning uchun ham biz doim farzandlarimizga ustozlarning hurmatini bajo qilmoqlikni yoshligimizdan, farzandligimizdan, bolaligimizdan ko'p eslatishadi. Nega? Sababi ota-ona har qancha ulug'ligi bilan, har qancha ularni ehtiromi baland, lekin ular bizni dunyoga keltirishdi. Mana shu alg'ov-dalg'ov dunyoga keldik. Fisqi fasod dunyoga keldik. Har xil rang-barang dunyoga keldik. Lekin pastlikka endi keldik. Endi bu pastlikdan tepalikka bizni dunyo oxiratni saodatga yo'llaydigan bizni yo'l boshchilarimiz albatta bir jihatdan ota-onalarimiz. Ularning sababida dunyoga keldik. Ular ham bizni tarbiya qilishadi. Lekin asosiysi bizga halol nima, harom nima, zalolat nima, hidoyat nima, yaxshi nima, yomon nima, kibr nima, kamtarlik nima, rostgo'ylik nima, yolg'onning kasofati nima, bularni bizga o'rgatadigan zotlar bular bizni ustozlarimiz bo'ladi. Bular bizni muallimlarimiz bo'ladi. Demakki, bularni martabasi nechog'lik bir ulug' ekanligini farzandlarimizga, oilalarimizda tushuntirib o'tmoqligimiz. Albatta ota-onalarimiz bizni yaxshi ko'rishadi. Olovdan, ba'zi bir zarar kunanda narsalardan bizni ehtiyotimizni qilishadi. Lekin oxirat olovidan, oxirat sharmandaligidan, oxiratdagi yuzimiz qora bo'lishligidan ehtiyot qiladigan zotlar bular kim? Bu ustozlarimiz. Ana shu maktabda bo'ladimi, bog'chada bo'ladimi, harf o'rgatgan ustozimiz, boshqa oladigan Qur'on o'qiydigan ana shu ilm urfonimizga ularning bergan ilmlari, juz'iy ilmlar ko'prik bo'ladi. Undan keyin boshqa ilmlarni albatta anglashligimiz oson bo'ladi. Shuning uchun maktabda bo'ladimi, bog'chada bo'ladimi, u kollejda bo'ladimi, oliygohda bo'ladimi, boshqa bir sohadagi diniy arboblarimiz, ustozlarimiz bo'ladimi, ularni nihoyatda hurmatlarini joyiga qo'ymoqligimiz, hatto tolibi ilmlarni mavqeisi juda baland, lekin tolibi ilmlarga fazil, baraka, ilm, ma'rifat, ziyo uni qalbidan, lodonlikning botqog'idan nur hidoyat yo'liga chiqishligiga sabab bo'luvchi ustozlarga butun borliq istig'for aytar ekan. Hatto barcha maloikalar yaxshilikni o'rgatadigan ustozni haqqiga kecha-yu kunduz Alloh taolodan salovat aytib, ana shu ustozni gunohini, mag'firatini, uni rahmatiga dohil qilishligini duo qilib turishligini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarda ham marhamat qildilar. Demak, ustozni maqomi naqadar bir ulug' ekanligini bugun farzandlarimizga, zurriyotlarimizga, naslarimizga tushuntiraylik. Nima uchun ko'p oilalarda farzandlarning ilmida rivoj yo'q, barakasi yo'q, yoki bir shuncha harakatimizga, shuncha dastmoyamizga javoban yaxshi natija ololmayapmiz. Biz o'zimizni to'g'rilaydigan tarafini qilaylik. Ustozlar bunaqa hozir maktabda yo'q. Biz o'zimizni jihatini to'g'rilaylik. Biz mana bu tarafda tursak, yo'llik muhitida ustoz narigi betda turaversa, ustoz bilan shogird bir qadam ustoz ham tashlamasa, bir qadam shogird ham tashlamasa, ikkita do'st ikkita yo'lni ikki chekida turib olib, bu ham kibr otadan tushmasa, bu ham bunga muomala qilmasa, unda munosabat, maqsad hosil bo'lmaydi. Ustoz ham bir qadam yurganda shogird ham ikki qadam yursa, bir qadamini o'zini farosati bilan yursa, bir qadamini ota-onaning tushunchasi bilan ustoz degan oliy zotlarga uyimizda, oilamizda mehr, muhabbat bersa, o'shaning shijoati bilan farzandni
ya bu dasmayasini nojo'ya ishlatmabdi. Dasmayasini parokanda qilib uni har joyda nesnobut qilmabdi. Farzandiga to'g'ri ta'lim, to'g'ri yo'l o'rgatibdi deb Alloh rahmat qilsin bunday otani, bunday onani derkan. Bolaga bugun ota-ona ilm o'qi deyapmiz hammamiz. Bugun ustozlar, "Ey bolam, ilm o'qi" deyapti. Takror qilgin deyapti, darsingni tayyorlagin deyapti, ustingda ishlagin deyapti bugun. Mana shunday bir. Endi bugun o'ylab ko'raylik. Yana bir jabha. Albatta, hukumat, vatan bugun ilm olishlik uchun bemalol sharoitlar bor, yetarlik. Kim qaysi bir ilmga muhabbat qilsa, o'sha ilmga yarasha natijalar bo'lyapti. O'shanga yarasha sharoitlar oliy darajada, eng o'sha chekka hududlardagi ovullarda ham albatta sharoit yaratildi. Bu ilmni fazli. Bizni o'zga mahluqotlardan farqimiz ham nima bilan? Ustozlarga bo'lgan hurmatimiz, ota-onalarga bo'lgan hurmatimiz, ilmga bo'lgan hurmatimiz. Alloh endi 4-si qarang. Ota-ona bu yoqdan, ustoz bu yoqdan, hukumat bu yoqdan o'qi deb turibdi. Alloh taolo Qur'onda nima deydi? Birinchi muborak suralardan biri. Qaysi sura? Iqro. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Barakalloh. Robbingni ismi bilan, buyuk mehriboningni ismi bilan, ulug' zotni sharafi bilan o'qigin dedi. Ey Rasululloh, iqro, o'qing. Demak, ilmga chorlanyapti. Islom ham ma'rifat dini. Diyonatimiz ilm dini. Shuning uchun ko'p ilmga chaqirilgan. Fasalu ahlaz zikr. Ilm ahllaridan so'ranglar in kuntum la ta'lamun. Agar bilmaydigan bo'lsangizlar. Alloh taolo juda ko'p oyat karimalarda ilmga alohida targ'ib qilgan. Mana bu narsalar va qur robbi zidni ilma. Ey habibim, ey rasulim, Parvardigoro, meni ilmimni ziyoda qilgin deb duo qiling dedi. Boshqa narsalarni ziyodaligiga buyurmadi. Shuning uchun ustozni mavqeini farzandlarimizga, oilalarimizga tushuntiraylik. Afsus bilan bizni xalqimizdan shunday ulug' zotlar qancha bularni sanoqlar yetmaydi. Ne avliyolar, ilm fan eng oliy darajalardagi zotlar bizni yurtimizdan hammalari o'tishgan. Bugun oliygohga kelib o'qib ilm olish o'rniga ustozini urayotganlarni eshitdik. Ustoziga bemalol og'zidan nihoyatda xunuk mahluqotlar ham chidamaydigan darajada, dunyo la'natlaydigan darajada og'zidan chiqayotgan so'zlar, badnomliklarni bugun eshitilyapti. Endi mayli, endi o'quvchi, talaba, bu yosh desangiz, endi otasi chiqib ustozlarni urganlar, men gaplashib qo'yaman deb yoqa ushlaganlar bugun chiqishligi. Mana bolamga nimaga bunaqa qilyapsan deganlar. Ertaga seni bolang bola bo'ladimi, balo bo'ladimi? Bugun ustoziga qo'l ko'targan, ertaga senga qo'l ko'tarmaydimi? Bugun ilm ma'rifatni bog'boniga sen qo'l ko'tarsang, bu o'zingga chuqur qaziganing bo'lmaydimi? Baraka topkur. Mana bu jihatlar bugun bizni qalbimizni tirnayapti. Shuning uchun ustozlarga nisbatan nihoyatda ehtiyot bo'laylik. Ularni qadrlaylik, hurmatlarini joyiga qo'yaylik. Ularni ardoqlamoqligimiz albatta lozim bo'ladiki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarini muborak sharafli hadisida olimning, ya'ni uning boshqalardan ortiqligi oydin kechada oyning boshqa yulduzlardan ziyoda nurli ekaniga o'xshaydi. Dar haqiqat ulamo, ustozlar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Payg'ambarlar o'zlaridan keyin dinor ham, dirham ham meros qoldirmaganlar. Ular faqat o'zlaridan ilm va ma'rifatni meros qilib qoldirishgan. Kim bu meros ilmni olgan bo'lsa, u katta baxt saodatni qo'lga kiritibdi. Bu hadis sharifni Imom Tirmiziy, Abu Dovud va Ibn Majah rivoyat qilishgan. Demak, ilm ahllari payg'ambarlarning merosxo'rlari ekanligi. Demak, dinimiz albatta
birinchi o'rinda ilmga chaqirganligi, bizni boshqa mahluqotlardan ajratib turgan narsa ham ilm ahllariga bo'lgan e'tibor, ilm ahllariga bo'lgan ehtirom. Uzoqqa bormaylik, yaqin atrofda qaraylik, yaqin jihatlarni, bundoq yaqin yillarni ko'ring. Ulamolarni adashgan deganlar, ustozlarga badnomlik qilganlar, oxiri qanday holatga tushganligini bundoq ko'zingizni yumib, qalb ko'zini ochib bundoq qarang atrofingizga, qanday boshiga xorliklar kelganini ko'rasiz. Ustozga badnomlik qilganlar, ota-onasiga adashgansan, siz kofirsiz deganlar, ustoziga bu kim bo'pti deb ustoziga ana shunday bigiz qilganlar nima bo'ldi oxiri? Shuning uchun mana bu bobda nihoyatda ehtiyotkor bo'lmoqligimiz. Mayli mahluqotlar kuchi bordir, quvvati bordir, chiroyi bordir. Mayli uni o'zini makkorligi bordir. Tuyani qarang qanday chiroylik, filni qarang qanday quvvatlik, sherni qarang qanday baquvvat. Lekin insonni, musulmonlarni, bizni diyonat millatini sohibalari, ularning farzandlarini ulardan ajratib turadigan narsa ilm, bilim, ma'rifat, ma'naviyat va uning ana shunday ulug' bir muallimlariga, uni ana shunday boshida turgan murabbiylarga nisbatan hurmatimiz, ehtiromimiz joyida bo'lsa, inshaalloh dunyomiz ham oxiratimiz ham obod bo'ladi. Rivojlangan davlatlarni qaraylik, u Yaponiya bo'ladimi, boshqa bir davlatlarni olaylik, hammasida nima turadi? U bekatda bo'ladimi, metroda bo'ladimi, samolyotda bo'ladimi, tez yurar o'sha maylida avtobuslarda bo'ladimi, qaysi joyda qarasangiz bo'sh qoldi, kitob o'qiyotgan bo'ladi. Ustozlarga nisbatan hurmati beqiyos bo'ladi. Ularni dini yo'q. Bir islom dinida emas, g'ayri kishilar, lekin o'sha g'ayri kishilarni tarbiyalayotgan o'zini dini ham izgulikka, ustozlarga bo'lgan, ilm ahllariga bo'lgan, yaxshilik tarqatuvchilarga nisbatan albatta hurmatga, ehtiromga chaqiradi. Muqaddas dinimiz ilmni va ulamolarning o'rnini beqiyos deb, dunyoni muvozanatda turishligi ham Allohning qalbiga joylagan taqvodor ulamolarga bog'liq. Chunki olimlar buzilsa, olam buziladi. Ali radhiyallohu anhu ta'birlar bilan aytsak, u zot shunday degan edilar: olim ro'zadordan ham, namozlarda qoim namozxon va mujohiddan ham afzalroq. Agar olim vafot etsa, islom qo'rg'oni dars ketadi. U yoriqni faqatgina ilm o'rinbosarlargina yemashi mumkin. Demak, mana bu bobda ham ehtiyot bo'lmoqligimiz kerakki, ilm hamma jihatlama ana shunday bir ilm egalari nozik jihat zot ekanligini, Alloh taolo ularni himoyasida ekanligi, ilm ahllari, ustozlar bularga alohida bir dinimizda xushxabarlar borki, ustozlarning maqomiga, ulamolarimizning maqomiga qanday maqom bor? Hammamiz mana o'ladigan bo'lsak, hammamiz uchun ham bo'ldi, tugadi, to'xtaydi. Hamma amallarimizni endi qilayotgan yaxshi amallarimiz va yomon amallarimiz hammasi to'xtaydi. Lekin bir insonlar bor. Ular dunyodan o'tganda ulardan kitob qoladi. Ulardan shogirdlar qoladi. Ulardan ana shunday bir silolasida ilmni, ma'rifatni tarqatadigan ulug' fazil egalari qoladi. Demak, bular u ustozlar o'lgani yo'q. U ustozlar dunyodan o'tgani bilan eski uydan yangi hovliga ko'chgandek ular. Daryoni bu tarafidan nargi sohiliga o'tgandek go'yo bir qayiq ularni olib borib qo'ygandek. Lekin ulardan shogirdlar qoldi, ularni chirog'ini yoqadigan zotlar qoldi. Ne olimlarni olaylik, 1000 yillar o'tsa-da ularni tarix zarvaraqlarida o'tgan qancha zotlarni eslaylik, ularni hech kim unutgani yo'q. Ibn Sinolarni kim unutadi? Imom Buxoriylarni kim unutadi? Imom Tirmiziylarni kim unutadi?
Shayx hazratlari mana dunyodan o'tdilar. Alloh rahmat qilsin ustozni, oxiratlari obod bo'lsin. Kim unutadi mana? Qaysi masjidga qarang? Hamma masjidda kitoblari turibdi. Bu odam tirik. Rossiyaga bordik, o'sha Sibirda eng chekka hududda Asina degan joyda, u yog'i Altayga taqaladigan joylarda ham masjidda qaysi joyga kirsangiz kitoblari turibdi. Shundoq ro'parada turibdi. Go'yo o'zlari kutib olgandek turibdi. Demak, bular tirik. Nimani sharofatidan? Ilmni sharofatidan. Bilimni sharofatidan. Biz ham farzandlarimizni ana shunday ilmga, ma'rifatga, ma'naviyatga, oilalarimizni, uni ahillariga, ustozlarga hurmatga chaqiraylik. Al-ilmu izzud dunya va sharaful oxirah. Ilm dunyoda insonni aziz qiladi. Oxiratda u bandani sharafli qiladi. Hech qachon birov xonadoningizga kelib, ilm ahllaridan ziqnalik qildi degan gapni eshitganmisiz? Bir kishini uyga borgandim, bitta masala so'ragan edim. Ziqnalik qilib aytmadi deganni eshitganmisiz? Yo'q. Albatta qatti bo'lsa ilm ahllari, men bankka borishim kerak, pulimni tushirishim kerak, hozir ko'rishib qoldi, unaqa ularda bahona bo'lmaydi. Boylarda bo'ladi u. Bugun beradi, ertaga bergisi kelmay qolsa, yo 10 marta bergan bo'lsa ham, 100 marta bergan bo'lsa ham, 1 marta bermay qolsa, bu odam deydi, juda ziqna odamda deydi. Hali 100 marta berganni hech kim 100 marta beruvdi demaydi-da. Bu juda baxil odamda, juda nihoyatda qattiqda bu juda ham deydi. Do'ppistor odam deydi. Endi ilm ahllari ilmni sharofati bilan shu darajaga yetadi. Ularga ustoz deyiladi, hazrat deyiladi, shayx deyiladi. Mani murabbiyim deydi, mani muallimim deydi, menga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan zot deydi. Shuning uchun Allohummag'firli va li validay, Parvardigorim, meni gunohimni kechirgin. Meni dunyoga kelishimga sabab bo'lgan ota-onamning gunohini kechirgin. Vali ustoziya, ustozimning gunohini kechirgin deb, shuning uchun ibodatlarimizda ham ularning haqqiga duo qilyapmiz-ku. Ustozning maqomi naqadar ulug'ligidan. Demak, ular dunyodan o'tsa, ko'chgan bo'ladi xolos, ularning amali to'xtamaydi. Ularning shogirdlaridan, kitoblaridan boradi. Yana bir inson o'zidan maktabmi, madrasami, yo'l qazidi, chiroyli suv chiqardi, yo'lni obod qilib, ravon qilib, tekisladi, odamlarni bir manfaati uchun yaxshi bir ezgulik ishlar qildi. Bu ishlar ham, bu odamlarni ham chirog'i o'chmagan odamlar. Bular uzoqni ko'ra olgan odamlar. Mana bular ham ustoz o'zini yo'lida. Xalq bir umr uni haqqiga duo qilib o'tadi. Oxiratini obod qilsin. Palonchini davrida mana shu yo'l chiqib qoluvdi. Palonchini paytda mana shu qurilib qolgan edi. Mana bu yer obod bo'lib qolgan edi, xarob bo'lib yotardi degan so'zlarni doim hammamiz zikr qilib o'tamiz. Kimdan solih farzand qolsa, u duo qilib turar ekan farzanddan. Endi u farzand solih bo'lishligi uchun ham ilm, ma'rifat kerak. U solihlikni ko'tarib yurishlik uchun ham demakki ma'naviyat kerak, ziyo kerak. O'sha lodonlikdan voz kechib ilm, ma'rifat yo'liga o'tgan bo'lish kerak. Mana shu amallarni qilgan egalari buning boshqaruvidagi zotlarning amali to'xtamas ekan. Toki o'zidan qoldirgan narsalar tugagunga qadar albatta uni savobidan borib turar ekan. Mana bu yil mana sentyabr oyi tugayapti. Juda ko'p yigitlar kontraktdan qiynalyapti azizlar. Mana juda ko'p. Bir nechasi bizga kelyapti. Baraka topkur, bitta o'zingizga oxiratdan ochib qo'ying, bitta o'zingizga shot ochib qo'ying. Alloh uchun qilib, 10 ta odam bilan maslahat qilmasdan uni Xudo uchun qani bitta talib ilmga to'layding. O'sha talib ilmni o'zi, uni jujuqlari, oilasi, zurriyoti hep boringki solih farzand bo'lib, ilm, ma'rifatda, to'g'ri yo'lda, hidoyatda yurar ekan, xotini bilan munosabatda bo'lsa ham sizga savob kelaveradi. Ajr kelaveradi. Bitta talib ilmga yordam berib, bitta kontraktini to'lab qo'ysak, qancha ajr, qancha savob. Millatning iqboliga, taraqqiyotiga, hidoyatiga, uni iqboliga hissa qo'shgan bo'lamiz. O'zimiz kitob o'qiy olmayapmiz. O'zimiz kitob chiqara olmayapmiz. O'zimiz bir ana shunday ilmni ketidan yura olmayapmiz. Hech bo'lmaganda ilm ahllariga muhabbat qilaylik.
Payg'ambar alayhissalom olim bo'l. Olim bo'la olmaysanmi? Hech bo'lmasa ta'lim oluvchi bo'l, ilm oluvchi bo'l. Hech bo'lmasa tinglovchi bo'lgin o'sha ulamo ustozlardan. U ham bo'la olmadingmi? Av muhibban, yaxshi ko'ruvchi bo'lgin o'sha ustozlarni, olimlarni, talib ilmlarni, ilm ahllarini sevuvchi bo'lgin, ularni do'st tutuvchi bo'lgin. Vala takunil xomisa, beshinchisi bo'lib qolmagin, fatahlik, halok bo'lasan. Beshinchisi bo'ldingmi, tamom tugaganing dedilar. Demak, mana shu 4 ta toifadan biriga kirib qolishlikka hozir imkoniyat bo'lib turibdimi? Ularga yordam beraylik. Mana Islom universitetida, Islom institutida qancha talabalar bor, oilaviy sharoiti yo'q, lekin oilasidan ilmga o'sha bolada hofizasi zo'r, Alloh baxtini qo'shib shu o'qishlarga kirib qolgan, lekin imkoniyati yo'q. Ilm o'qiyman deydi, kecha-yu kunduz g'ami tashvishi ilm, lekin imkoniyati yo'q. Qanchalari nima qilsam bo'larkin, ertaga pul to'lamasam endi haydab boradi degan holatda, shundoq harakatim nima bo'ladi degan holatda hayajon bilan yurib, yig'lab yurganlari qancha bo'lyapti. Nafaqat bu oliygohlarda, boshqa oliygohlarda ham qancha ukalarimiz, muhtarama singillarimiz qiynalib yurganlari qanchaki. Agar biz bugun ilm, ustozlarga hurmat bobida ekan suhbatimiz, albatta Xudo uchun yaxshi ko'rganligimizdan mana bu narsani aytib o'tamizki, mana bu amalni bitta odamga qilib qo'ysak, bu ham sadaqa-yu joriya. Bu yog'i inshaalloh orqamizdan oxiratimizga riyo qo'shilmasdan, birovga manmansiramasdan, palonchi ihsonni biz qilib qo'yamiz deb uni gapirmasdan, minnat qilmasdan, Xudo uchun uni qilib qo'yib, o'ng qo'ldan chiqib, o'sha muhtoj, o'sha tolibi ilmga qo'liga yetadigan bo'lsa, yordamingiz tegadigan bo'lsa va shuni saqlab, Xudo uchun saqlab qoladigan bo'lsa, qiyomatda Xudo so'rar ekan: "Ey bandam, hech bo'lmasa bir olimga bir muhabbat qilganmisan? Hech bo'lmasa ilm ahllariga bir ehtirom qilganmisan?" deganda, "Ey Allohim, seni roziliging uchun davlatimdan, dunyoyimdan, sen bergan dunyodan saxovat qildim" desak, shunda ham albatta saxiyga bo'lgan ehtirom, saxiyga bo'lgan daraja qanday ulug' ekanligi qiyomatda ustimizga inshaalloh soyabon bo'lar ekan. Payg'ambar alayhissalom Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ala inna ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha illa zikrulloh va ma walah, wa 'alimun aw muta'allim." Ogoh bo'linglar dedilar Payg'ambar alayhissalom. Albatta dunyo mal'undir, la'natlangandir. Undagi narsalar mal'undir, la'natlangandir. Magar Allohning zikri, ibodatlar, olim va mutaallim bundan mustasno. Imom Tirmiziy rivoyatlari. Qarang, bunda ham yuqoridagi aytilgan sharafli zotlar, ustozlar, talabalar Allohni ko'p yod etgan, unga bir ibodat qilishlikda Xudoning rahmatlariga xaridor bo'lgan samimiyat ko'ngillariga qanday sharaflar borligini mana bu hadisda ham o'rganyapmiz. Alloh taolo o'zining kalomi Fotir surasida: "Innama yakhshalloha min ibadihil ulama'u innalloha azizun g'afur." Sadaqallohul azim. Bandalari orasida Allohdan ulamolargina qo'rqarlar. Haqiqatan Alloh qudratli va mag'firatlidir. Demak, mana bu oyatlar ulamolarni, ustozlarimizni fazli, martabasi nechog'lik ulug' ekanligini, ahamiyatini bizlarga ishora qiladi, bizlarga ta'lim beradi. Yana boshqa oyat karimada: "Va tilkal amsalu nadribuha lin-nas va ma ya'qiluha illa al-alimun." Ushbu misollarni biz odamlar ibrat olishlari uchun ayturmiz, lekin ularni faqat olimlargina anglagaylar. Yuqoridagi oyatlarda Alloh taolo ilmi ne'mat o'laroq zikr qiladi. Bilimdonlar darajasi yuqori ekanini bildiradi. Banda qanchalik ko'p ilm olsa, tafakkuri kengaysa, Allohdan shunchalik qo'rqadigan bo'lishini bayon etadi. Ilm, ma'rifat ato etilgan kishilargina Allohning yaratish hikmatini yaxshiroq anglashlari, uni boshqalarga qaraganda yaxshiroq tanishlari zikr etiladi.
Abu Umama radhiyallohu anhudan rivoyat etiladi. U zot aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida bir obid va bir olim bo'lgan ikki kishi zikr etildi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fazlul alimi alal abid kafadli ala adnakum innalloha azza va jalla va malaikatahu va ahlas samawati wal ardin hatta an-namla fi hujuriha va hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khayr. Rawahu Tirmizi. Olim kishining obidga, ya'ni obid ibodat qiladi, ilmi yo'q, lekin obid ibodatga sho'ng'iydigan, faqatgina Alloh taologa ibodat qiladi, tasbih aytadi, tahlil aytadi, istig'for qiladi, kecha-yu kunduz ko'proq ibodatda, sajdada. Olim kishining obidga nisbatan fazli mening oralaringizdagi eng quyi tabaqa vakiliga nisbatan fazlim kabidir. Qarang. Olim bilan fozilning, olim bilan obidning orasidagi farq sizlarni eng quyi tabaqadagi kishilaringiz bilan meni oramdagi fazil kabidir deyaptilar payg'ambar alayhisalom. So'ng yana Uzot alayhisalom aytadilar, dar haqiqat Alloh, uning maloikalari, osmon va yer ahllari, hatto inidagi chumoli va dengizdagi kit ham odamlarga yaxshilik o'rgatuvchi ustozlarga, olimlarni duo qilishadi dedilar. Demak, mana bu narsalarga mana bu hadislardan biz oladigan foydalarimiz nechog'lik ulug' ekanligini hammamiz bilib turibmiz. Farzandlarimizga buni tushuntirmoqligimiz, oilamizda o'zimiz ham ustozlarimizni duolarini olmoqligimiz, ularga ahamiyatli bo'lmoqligimiz, demak, dunyo oxiratni saodatga chorlaydigan ishlardan ekan. Dar haqiqat qaysi jamiyatda ilmga tashnalik susaysa, ilm o'rganishga e'tibor kamaysa, kishilar fikrlashdan to'xtasa yoki ularning fikri sayozlashib sayqallansa, o'sha jamiyat taraqqiyotdan ortda qoladi. Eng yomoni u ma'naviy inqirozga yoki halokatga yuz tutishi mumkin. Bunga tarixda misol ko'p. Har qanday jamiyatning olimlari, ziyolilari millatning ma'naviy dunyosi qashshoqlanmasligi, axloqining tubanlashmasligi, soxta va buzg'unchi e'tiqodlar va madaniyatlar ta'siriga tushib qolmasligiga mas'uldurlar. Agar ular bu ishda loqaydlikka va mahdudlikka yo'l qo'ysa, shunchaki tomoshabin bo'lib qolsa, o'sha millatning holiga voy bo'ladi. Milodiy 9-12 asrlarda musulmon o'lkalaridan Imom Buxoriy, G'azzoliy, Moturudi, Forobiy, Ibn Sino, Tirmizi, Biruniy, Ibn Rushd kabi ulug' olimlar yetib chiqqan. Xuddi shu davrda Xorazmda dunyoga mashhur Ma'mun akademiyasi, Buxoro madrasasi, Bag'dodda Nizomiyya, Qohirada Al-Azhar kabi o'nlab ilm dargohlari ishlab turgan. O'rta asrlarda islom yetib bormagan o'lkalarda sanoqli bir necha olim bo'lgani holda 17-asrlardagina musulmon olamda ilmning turli sohalarida 86 ming yirik ulamo faoliyat ko'rsatgan. Ba'zi bir musulmonlarimiz hamon dunyoviy ilm bilan do'stlasha olmay yurishibdi. Ayrim johil kimsalarning zamonaviy ilmlarni o'rganishni gunoh sanashlarini qanday izohlasa bo'ladi? Ilm ma'rifatga, ilm toliblarga homiylik qilishdan ko'ra Alloh buyurmagan keraksiz joylarga pul sarflashni afzal ko'radigan kishilarning borligi ham achinarli. Ilm ko'r qalb ko'zini ochuvchi, qorong'u zulmatda nur bag'ishlovchi va zaif bandalarga kuch-quvvatdir. Ilm bilan banda abrorlar darajasiga ko'tariladi, oliy martabalarga yetishadi deydi Abu Hamid G'azzoliy rahmatullohi alayh. Demak, biz dar haqiqat insonlarga eng katta ulug' zotlar ilm ma'rifatni o'rgatadigan ustozlar ekan. Ularga demak payg'ambar alayhissalom barcha hayvonlar, hattoki chumoli, hattoki dengizdagi baliqlar ham istig'for aytib turadi deb hadislarda marhamat qilingan ekan. Biz ustozlarni bu suhbatdan o'zimiz uchun ibrat olib, ularning duolarini olib qolmoqligimiz, ularning hurmatlarini joyiga qo'ymoqligimiz,
ularni doim ehtirom qilmoqligimiz, hollaridan xabardor bo'lmoqligimiz, mana ulug' kunlarda turibmiz, hayit kunlarida. Albatta ularga borib, ziyorat qilib, ko'ngillarni olib, duolarni olsak, farzandimizni ham albatta o'sha bilan iqbolini ta'minlagan bo'lamiz. Kim xonadonida, oilasida ilm ahllariga muhabbat qilar ekan, bilsin, uni yo farzandidan, yo nevarasidan albatta olimlar, albatta hofizi Qur'onlar, fazil egalari inshaalloh chiqadi. Qaysi xonadonda ilm chirog'i yoqildimi, demak, u xonadonda saodat chirog'i yoqilibdi. Mana bu jihatlarga farzandlarimizni o'rgataylik, ularga o'zimiz o'rnak bo'laylik va bu yo'sinda ana shunday ishlarimizda bardavom bo'lishligini Alloh taboraka va taolo muvaffaq aylasin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Allahumma robbana hab lana min azwajina va zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bi rahmatika ya arhamar rohimin. Muhtaram ahli islom birodarlar, biz aytib qo'yamiz, yetkazib qo'yish bizning vazifamiz. Mana juma namozidan keyin 5 vaqt namozda ham bo'lyapti. Biz ko'p aytamiz. Eng ulug', eng buyuk narsa Allohning kalomi. Mana bu yerda Alloh taoloning kalomi tilovat qilinsa, qaysi inson qalb ko'taradiki, Qur'on o'qilayotgan paytida ota-onalarimiz temaylik insonlarning yelka oqlab chiqib ketish. Kimdir bizni yoshlarimizni bugun ana shunday mo'min musulmonlarni to'g'ri yo'ldan ustozlarimiz go'zal bir biz uchun chiroyli bir ta'lim bergan yo'ldan adashtirayotganlari ham ko'p bo'lyapti. Qur'on eshitsa odam qayta qalbi ochiladi-ku. Payg'ambar alayhissalom hamma narsani kiri bo'ladi, qalbini ham kiri bor, uni ketkazadigan narsa Qur'on dedilar. Ozginagina 2 oyat Qur'on o'qiladi. 33 martadan subhanalloh deb tasbih aytiladi. Baraka topkur tashqariga chiqib ham turasiz. Mashinangizni poylab ham turasiz odamlar chiqishini. Boshqa befoyda so'z ham gaplashib turasiz ana yerda. 5 minut oldin chiqib olganingiz bilan betdan bir narsaga erishmaysiz. Uni o'rniga mukammal qilib jamoatga jumaga kelishlikdan maqsad o'zi nima? Jamoatning bir duosiga ham ega bo'lishmi bittasi? Bu omonat-ku. Duoni eng mag'ziga, eng ibodatning iligi, shirin joyiga kelganda qandoq qilib chiqib ketamiz? Endi sunnat o'qimayotganlarni tushunamiz. Ular endi ana shunday mazhabsizlar. Hozir endi ularni oxiri ham yaxshi bo'lmaydi sunnatdan yuz o'girganlar. Endi sunnatni o'qib, tasbih ham aytmaslik, Qur'onga ham tilovatga turmaslik. Alloh Qur'oni Karimda va iza quriya alayhimul Qur'an fastami'u, Qur'on o'qilsa ey bandalarim quloq tutinglar deyapti. Va ansitu, quloq tutinglardan murod endi eshitib jimchiq ketavermanglar demayapti. Quloq tutinglar xolos emas, va ansitu, to'xtanglar, sukut qilinglar, qotib qolinglar deyapti. La'allakum turhamun, shoyatki mana bu ishlaringiz bilan Parvardigor sizlarni rahmatiga dohil qilsa, sizlarga rahm qilsa deyapti. Demak, Qur'on qaysi jihati yomon? Mayli zarurat o'zini tahoratini ushlay olmaydigan uzr egalari bo'lsa, ular istisno. Juda ham zarurat kishilar bo'lsa, ular istisno. Bir o'sha sabablik bir ishlar ko'pchilik jamoatda ish qolib ketadigan odamlar bo'lsa, endi ular nima qilish kerak? Shunday zarurat egalari, o'zini uzrini biladigan, tahoratini ushlamaydigan odam oxirida o'tirsin-da. Birinchiga o'tib olib odamlardan oqlab, otangiz, ustozingiz temalik odamlardan kibr bilan yelkasidan oqlab o'tib, hammani xushu huzusini mazza qilib, endigina duo qilamiz, ibodat qilamiz, Allohga iltijo qilamiz deb turgan paytida uni tazarruini, uni xokisorligini sindirib qo'ymayapmizmi, malollantirib qo'ymayapmizmi? Mana bu jihatlarni biz iltimos qilardik. Albatta, shu bilan birgalashib, oyoq yirish degan narsa yo'q. Biz ko'p aytyapmiz bu narsani. Birinchidan, unda ana shu amali kasr qilyapsiz. Oyoq yirib turibsiz, ikki yoqqa. 4 ta mazhabda yo'q bu narsa. Oyoq yirish degani bir-birini oyog'iga tikiskin degan joyi yo'q 4 ta mazhabda ham. Endi bu yo'q narsani qilyapsiz. Kimdandir tashqaridan o'sha o'zingizni domlalaringizdan eshitib olib, qattandir gapirgan gaplarini. Endi qilyapsiz yo'q narsani. Amali kasrga ro'para bo'lyapsiz. Ikkita oyog'ingizni ikkita yolingizga tegizyapsiz.
rukuga boryapsiz, sajdaga boryapsiz. Sajdaga borganingizda ham ikkita oyog'ingizni ikkita birodaringizga yoniga tegib turmaydi-ku. Uni yig'ishtirasizmi? Tashahhud paytingizda, jalsada yig'ishtirib olasizmi? Yana turgandan keyin yana amali kasr qilyapsiz, ikki yoqqa tegizaman deb. Mana bu bilan namozingizni endi bitta amalni 3 bor qilgan odam quloqini ushladi, burnini ushladi, chakmonini yo kiyimini undan u yoqdan bu yoqqa bir-biriga ana shunday bir to'g'rilayman dedi, moslayman dedi. Namoz fosid bo'lishlikka olib keladi. Hatto siz 2 rakat namozni, 4 rakat namozni o'zida nechtadan amal kasr qilyapsiz? Birinchidan buni ulamolar yo'q deyapti. O'zbekiston musulmonlari idorasini ulamolar yo'q deyapti. Imom xatibingiz bu narsani yo'q deyapti. O'sha namozda turganda qiyomda 4 ta barmoq barobarda turing baraka topgur deyapti. Shunda ham siz qaysarlik qilib ikki yoqqa tegizaman deb nafaqat o'zingizni, o'zgalarni ham namozga fitur yetkazishlikka nima haqqingiz bor? Mana bu jihatlarga ham ehtiyot bo'ladigan bo'lsak, inshaalloh albatta ibodatlarimizni mukammal bo'lishligiga, ibodatlardagi bir-birimizni rioya qilishlikdagi mehr oqibatga amal qilgan bo'lamiz. Alloh taolo barchalarimizni ana shunday o'zini saodatlik, mahbub bandalardan bo'lmoqligimizni muvaffaq aylasin. Allohu akbar. Allohu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.